Yana bitta tovarimiz Xitoydan kelgan. Buni hozir obzor ko'rsatamiz. Sumka bo'ladi bu. Mamatlar plastmasali. To есть защитный kort bo'ladi bu. Xo'p, bu yoqlarda ko'rishingiz mumkin. Mana zamogli joylari bor. Zamok blokirovka joyi. Mana bu USB porti bor. Ichida ichkarigi sumkalar ichida power bank qo'yib bemalol foydalansangiz bo'ladi. Hop, ichini ochganda mana ko'ryapsizlar, bu yoqda bitta cho'ntagi bor, tayyor solib qo'yganmiz. Mana zamoklari, ikkita karmanlari bor. Hamga power bank ulab qo'yib bemalol bu yoqdan tashqaridan telefonga ishlatsangiz bo'ladi. Hop, kачествоsi yaxshi. Mana ko'ryapsizlar, mana bu cho'ntagi bor. Mana bunaqa narsa bonusga kelgan. Birinchiga ID karta, auto karta, plastiklarni orasidan solib qo'ysanglar bo'ladi. Hop, biz tayyor notebook solib qo'yganmiz, mana ko'ryapsizlar. HP 15 dyuymli notebook solib qo'yganmiz. Bemalol 17 dyuymlilar ham ketadi. Joyi kichkina emas, katta notebooklar ham sig'adi. Shunaqa narsa kerak bo'lsa, Xitoyda va Toshkentga aloqa qilsangiz, sizlarga Xitoydan arzon narxda olib beramiz. Mana orqalari, mamatlarda zamoglari bor. Xudo xolasa ichidan ehtiyot qilishingiz kerak bo'lgan nimadir narsalar bo'lsa, solib qo'ysanglar, oldi bilan tushganda ham shikast etmaydi. Xudo xolasa kачественно kelgan. O'zbekistonda bu narsani 300 ming ko'rdik biz. Bizga 200 ming so'mga tushdi. Xuddi shu narsa kelish kargolari bilan birgalikda.